Zaşma. Qanday kriptolyapsiz hozir? O'zini band qilib, chorva yo'nalishida kriptolyapsiz. Qiyin emasmi ekan? Bitta kafillik bilan 12 million so'mlar beryapti hozir. Bizlarda yana bitta nimamiz bor. Bu yoqda kirib beryapti. Faqat u 50 milliongacha bo'ladi. Faqat imtiyoz kirib qolgan fuqarolarga beriladi. 50 milliongacha kafillik asosida beramiz. Bundan tashqari garov qo'ysak 100 millionga to'g'ri jismoniy shaxsga endi garov ko'targancha masalan avtomashinaning sosteniyasiga qarab qo'yyapti. Masalan avtomashina ko'chmasini